Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Hop, IELTS va multi-level imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotganlar, sizni reading qismingiz uchun IELTS kitobidan har kuni va har dars bittadan passageni tahlil qilib boramiz va bu sizni reading mahoratingizni oshirish uchun albatta va bu yerdan nima o'rganasiz? Bu yerdan lug'at o'rganasiz va tekst tarjima qilish mobaynida u yerdagi qiyin grammatikalarni qanday bir-biriga mutanosiblik tarjimasida qilinayotganligini ko'rib borasiz. Va eng katta oladigan foydangiz bu yerdan lug'at bo'ladi va lug'at boyligingiz yaxshi bo'lsa, siz reading mahoratingiz ham sekin-astalik bilan ko'tarilib boradi. Va bugun sizlar bilan IELTS kitobidan birinchi passageni tahlilini boshlaymiz. Tahlil qilib boramiz, analiz qilib, tahlil qilib boramiz. Xo'p, overreacting to a joke. Yo'q, bu emas. Menimcha, birinchi passage beparvoda shekilli. Okey, bu yerga e'tiboringizni tortaman. Bu yerda 200 dan ziyod passagelar bor va biz ularni intermediate passagedan boshlaymiz. Va bugun the best recruiting against degan passagega to'xtalamiz. Xo'p, bu yerda birinchi navbatda biz sizga yaxshiroq tushuntirish uchun ekranni ikki qismga bo'lib olganman. Birinchi tarafida tekst turadi va uni ikkinchi tarafida mana ko'rib turganingizdek tekst tagidagi nima so'zlar turadi tekst tagida. Va shu so'zlarni birma-bir ko'rib boramiz va ekranni bu tarafga, chap tarafiga tekst va o'ng tarafiga o'sha o'rganishimiz kerak bo'lgan so'zlarni sinonimlari turibdi va u tekstdan ko'rsatib boraman o'sha so'zlarni ham yaxshiroq tushunasiz. Xo'p. In 1849, a servant girl wrote home to her brother from Port Adelaide. Xo'p, 1849-yilda bir xizmatkor qiz Port Adelaidedan turib akasiga, ya'ni uyiga xat yozdi. Port Adelaidedan turib akasiga uyiga, ya'ni xat yozdi. South Australia, ya'ni South Australiyaning Port Adelaide qismida. U xatda shunday deyapti endi. I have accepted situation at £20 per annum. Hope. So you can tell the servants in your neighborhood not to stay in England for such wages as from £4 to £8 a year. But come here. Okay, shu yergacha gapni tushunib olamiz. Va bu yerda aytyaptiki, I have accepted situation. Men bitta ish qabul qildim. Ya'ni ish oldim deyapti. Bu yerda situation degan narsa sizga yangi so'z bo'lib keladi. Xo'p, va tepada servant degan narsa yangi so'z bo'lib keladi va shularni sari qolib ketyapman. Per annum. Men yiliga 20 funt sterling to'laydigan, ya'ni 20 pound to'laydigan ish oldim deyapti bu yerda singlisi. So you can tell the servants, siz servantlarga ayting, in your neighborhood, mahalla ko'ydagi, ya'ni mahalladagi servantlar, xizmatkorlarga ayting, not to stay in England, Angliyada qolishmasin, for such wages as from 4 to 8 pound, per 8 pound yiliga ishlab yurishmasin deyapti. Ya'ni har yili 4-8 poundga ishlab yurishmasin. But come here, shu yerga kelishsin deyapti. Ya'ni 20 pounddan ish haqi to'lanadi. Endi keyingi gapimizda letter such as this, bu yerda wages ham belgilab ketaylik. Wages degan so'z bu maosh. Hop, servants ko'rdik. Endi bu yerda yangi so'z chiqsa, bizga qiyin so'z chiqsa, belgilab ketamiz. Letters such as these, shunaqangi xatlar, letters such as these degan shunaqangi xatlar, which were circulated from kitchen to kitchen. Ya'ni majoziy ma'noda oshxonadan oshxonaga, ya'ni uydan uyga tarqaldi degan mazmunda. And from attic to attic. Attic to attic degan chordoqdan chordoqqa, ya'ni tomdan tomga degan ma'noni anglatadi. Ya'ni uydan uyga o'tib ketdi. In English homes, Angliya uylarida oshxonadan oshxonaga, chordoqdan chordoqqa shunaqangi xatlar tarqalib ketdi. Where's the best recruiting against? U nima ekan desa, shu xat, letters such this, shunaqangi xatlar. Where's the best recruiting against? Ya'ni recruiting against degani topic, ya'ni passagemizni mavzusi ham shu o'zi, recruiting against. Ya'ni ishga yollash agensiyasi. Ishga yollash firmasi desa ham bo'ladi. For the colonies.
Colonies degani shu nima deydi? Yangi joylarda koloniyalar deyiladi. Which were then so desperately degan so'z ham kelyapti. Jiddiy ravishda. Endi shunaqangi xatlar, ya'ni chordoqdan chordoqqa, oshxonadan oshxonaga tarqalgan xatlar bu recruiting agents, zo'r agensiya uchun xizmat qildi deyapti. For the colonies, o'sha yangi joylar uchun. Which were then, qaysiki jiddiy ravishda in need for young women kerak bo'lgan. Ya'ni yosh ayollarga muhtoj bo'lgan koloniyalarga juda ham zo'r agensiya vazifasini bajarib berdi. Ya'ni ishga yollash vazifasini bajarib berdi. Shunaqangi xatlar. To serve as the pioneers. Pioneers degani o'sha yangi koloniyaga ko'chib borgan yangi oilalar pioneerslar hisoblanadi. Who were trying to create a new life for themselves in their choosing. Ular deyapti, nima qiladi desa, who were trying to create a new life, o'zlari uchun yangi hayot yaratishga harakat qilayotgan pioneerslarga ta'rif ketyapti. Relative clause. For themselves in their chosen country. O'zi tanlagan yangi joyga ko'chib borgan pioneerslar uchun, ya'ni yangi hayot yaratayotgan pioneerslar uchun juda ham ko'p nima young womanlar kerak bo'lgan. Nima qilishga desa, serve, xizmat ko'rsatishga kerak bo'lgan. Xo'p, other girls, boshqa qizlar read about the much better prospects. Prospects bu ish faoliyati, ish yutuqlari degan. Yanayam yaxshiroq ish yutuqlari haqida o'qishdi. Overseas, ya'ni overseas degani dengiz orti, ya'ni chet davlatlardagi ish faoliyatlari haqida o'qishdi. Newspaperlardan, magazinlardan o'qishdi boshqa qizlar. Which also published advertisements giving details. Qaysiki publish qilingan, ya'ni chop etilgan reklamalar beradigan free or assisted passages. Free or assisted passage. Assisted degani bu yerda assisted degan so'z ham yangi so'z. Xo'p, to'playdigan degan ma'noda keladi. Passages. Passage degani bu yerda travel. Assisted passage birgalikda tarjima qiladigan bo'lsak, ya'ni hamma narsani qoplab beradigan sayohat travel agensiyalari desak ham bo'laveradi. Xo'p, endi umumiy qisqacha mag'zini olib qo'yamiz tekstda. Recruiting agents degan ishga yollash agensiyasi. 1849-yilda bitta qiz akasiga xat yozibdi. South Avstraliyaning Port Adelaide shahridan xat yozibdi akasiga. Men bitta 20 har yili 20 pound to'lanadigan ish qabul qildim. Shuning uchun men deyapti, o'zimiz mahalladagi servantlarga ayting, u yerda Angliyada qolishmasin, 4-8 poundga ishlab yurishmasin, har yili shunaqa oylik ishlab yurishmasin, bu yerga kelishsin deyapti. Endi shunaqangi xatlar, bunaqa qizlar ko'p yozganda uydagilar, akalariga yozgan xatlar circulated bo'ldi. Circulated degani tarqaldi desak ham tarqaldi. Nimadan? Oshxona, ya'ni uylardan uylarga tarqalgan. Was the best recruiting agents. Mana shunaqa xat endi uydan uyga tarqalgandan keyin bu o'z-o'zidan recruiting agents bo'lgan. Recruiting agents, ya'ni ishga yollash zo'r agensiyasi bo'lib xizmat qilgan. Koloniyalarga ishga yollash agensiyasi bo'lib xizmat qilgan. Desperately, jiddiy ravishda u koloniyalarga nima kerak bo'lgan desa, young womanlar kerak bo'lgan, yosh oilalar. Yosh qizlar kerak bo'lgan, ayollar. Nima qilish uchun desa, xizmat ko'rsatish uchun. Kimlarga desa, u yerga borgan pioneerslarga. Pioneerslar kim? Trying to create a new life. Yangi hayot yaratishga harakat qilayotgan, o'zlari tanlagan davlatlarda, ya'ni o'zi bitta joyga ko'chib boradi, o'sha joyda yangi hayot yaratishga harakat qilayotgan pionerlar bular shaxslar, ya'ni insonlar. Endi boshqa qizlar esa mana shunaqa chetdagi qulayliklar, prospektlar, ish faoliyatlari haqida, ish yutuqlari haqida gazetalardan, newspaper gazetalardan, magazinlardan o'qishgan. Xo'p, ular nima qilingan desa, chop qilingan. Nima maqsadda desa, giving details of free, ya'ni tekin nima qilib beradi, bordi keldisini, o'sha yerga borib joylashishini yoki yeb ichishini tekin qilib beradigan reklamalardan o'qishgan deyapti. Xo'p, endi qisqacha mazmuni shunday iborat. Endi bu yoqda moslab ketamiz. Qarab turing, ko'rsatib ketaman har bittasini.
Xo'p, menga a, chizgich kerak bo'ladi bu yerda ham. Mm, Chizgichimizni olamiz. Qalam, hop, draw. Okay, bo'ldi. Xo'p, qarab turamiz endi. Job. In the passage as servants. Job ya'ni kasb degan ma'no beradi. In the passage as servants. Ya'ni servant bo'lib ishlaydigan kasb deyapti. Bu yerda xizmatkor ma'nosida kelyapti. Servant. S qo'yib ketyapman. Xizmatkor. For each year. Har yillik uchun deyapti bu yerda. Va bu so'z mana bu yerda per annumga to'g'ri keladi. Per annum. Per annum. Hop, per annum. Mana per annum qo'yib ketyapmiz. Va bu yerda qarangda, mana jobni nazarda tutayotgan bo'lsa, job. Bu yerda kasb-u job. Shuning uchun buni men servant emas, aslida nima olishim kerak? Servant emas. Bu yerda shunda jicha yanglishib qoldik. Bu yerda nima olishimiz kerak? Mana situation'da olishimiz kerak. Bu yerda chunki situation kasb ma'nosida kelyapti. Situation. Okay, yaxshi. Xo'p, uchinchisi money paid for work. Ish uchun haq to'lanish. Ya'ni bu yerda wagesni nazarda tutyapti. Wages mana. Wages nazarda tutilyapti. Xo'p, keyingisi move from place to place or person to person in a particular groups pass around. Ya'ni pass around degani aylanasiga tarqalib ketdi degan mazmunda ketyapti. Bu yerda circulate'ni nazarda tutyapti. Circulate. Xo'p, keyingisi room at the top of the house in the space immediately below the roof. Bu esa etik to etikka to'g'ri keladi. Etik to etik. Va bu etik to etikka to'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin. Va keyingisi the finding of new works. Bular o'sha so'zlarni definitionlari. Shu definitionga qarab men tekst ichidagi asosiy bizga yaxshigina daraja beradigan so'zlarni topib o'rganib ketyapmiz. Finding of new workers. Yangi ishchilarni topish. Yangi ishchilarni topish bu yerda recruiting xizmati, ya'ni ishga yollash ma'nosida kelyapti. Recruiting. Very greatly, seriously desa esa bu yerda desperately degan so'zi ma'nosida jiddiy degani. Desperately. Bu sinonim bo'lyapti tekstdagi desperately degan so'zga. Xo'p, endi one of the first people to go to new country to work settle. Xo'p, one of the first people birinchi ko'chib borgan insonlardan biri to go to new country, yangi countryga nima maqsadda desa ishlash maqsadida. Va bular pioneerslar hisoblanadi. Shu o'zini ishlash maqsadida biror joyga ko'chib borgan shaxs bu pioneers. Xo'p, chance of success. Muvaffaqiyatning imkoniyatlari, especially in work. Ayniqsa ishdagi muvaffaqiyatlar desa prospektni nazarda tutyapti. Bu yerda prospects, ishdagi muvaffaqiyatlar. Prospect. Hop, overseas, abroad, in a foreign countries across the sea. Yes, definition aytyaptiki, dengizda bo'ylab chet davlatlar, ya'ni abroad degani chet degan ma'noni beradi. Bu yerda overseas degan so'zga sinonim bo'lyapti. Overseas. Hop, keyingisi without paying, costing nothing. Hech narsa to'lamaslik, albatta bu free. Free degan narsaga teng bo'ladi. Free degan so'zga sinonim tekst ichidan. Xo'p, endi keyingisiga e'tibor beramiz. Provide with giving help with raising money for something. Biror narsa uchun pul bilan ta'minlash. Provided with or given help, yordam berishda, ya'ni assisted, ya'ni o'sha narsaga pulni nima qilib berish, to'plab berish biror narsa uchun. Xo'p, bu assisted degan so'zga to'g'ri kelyapti va oxirgisi journey by ship, kema orqali birorta joydan boshqa joyga sayohat qilish. Bu passages. Passagesda travel degan ma'nosi bor. Passage. Va qarabsizki, biz siz bilan mana shu birinchi nimani passageda o'rganib chiqdik va buni agar tushungan bo'lsak, endi nimasini yechib qo'yamiz keyingi qismini.
Xo'p, va exercise 2. Choose the correct answer according to the passage. Qarang, endi passage'ga ko'ra men to'g'ri javobni topishim kerak bo'ladi. Those women who went to the colonies as a servant sifatida, ya'ni servant bo'lib, koloniyaga borgan ayollar, shunga ta'rif beramiz endi. Were all recruited through agents back in England. Xo'p, hammasi recruited ishga yollangan through agentliklar tomonidan. Back in England, Angliyadagi agentliklar tomonidan ishga yollangan. Yo'q, bunisini chiqarib yuboramiz. Unaqa degan gap kelgani yo'q bu yerda. Ularni asosiy ishga yollagan, menimcha, o'zlaridagi o'sha mahalladagi insonlari bo'lgan qizlar. Xo'p, missed their families greatly. Ya'ni o'zini oilalarini judayam sog'inib ketishgan deyapti. Buni ham chiqarib yuborishga majburmiz. Unaqa gap kelgani yo'q, not given desak bo'laveradi. Played the most important role in the attracting others. Xo'p, endi xizmatkor sifatida koloniyaga borgan ayollar played the most important role in the attracted others. Boshqalarni ham jalb qilish uchun muhim rol o'ynagan deyapti. Muhim rol sifatida bo'lgan. Muhim rol o'ynagan. Mana shu javob tushishi mumkin. Chunki nimaga desangiz, men aytdi, recruiting against deyapti. Best recruiting against deb kelyapti. Mana shu yerdan javob chiqishi katta rol o'ynaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bu S javobga tushyapti. Hozircha D-niga ham ko'rib, found themselves being moved from kitchen to kitchen. O'zlarini o'sha oshxonaga o'tgan sifatida ko'rishgan deyapti. Yo'q, bu javobni chiqarib yuboramiz. Unaqa javob kelgani yo'q. Part the pioneering spirit necessary. Had the pioneering spirit necessary for starting new lives. Xo'p, ularda deyapti, mana shu ayollarda, xizmatkor sifatida borgan ayollarda pioneering spirit, ya'ni o'sha yerdagi turadigan insonlar ruhiyati, spirit necessary for starting new life, yangi hayot boshlab ketish uchun ularda pionerlik ruhiyati judayam haligi necessary, kerak bo'lgan, yangi hayot boshlab ketish uchun. Bu ham tushmaydi, buni ham chiqarib yuboramiz. Va ikkinchi savolga o'tamiz. Birinchi savol ketdi, demak S javob. Ikkinchi savol. Getting to the colonies from England for the servants. Xo'p, koloniyalarga kelgan, Angliyadan koloniyalarga servantlik qilish uchun kelgan insonlar, ya'ni yana o'sha insonlar haqida ketyapti. Ya'ni o'sha yana xizmatkor ayollar haqida ketyapti. Could cost a little as for. Ularga o'sha Angliyadan koloniyalarga, ya'ni o'sha overseas, dengiz orti davlatlarga, yangi joylarga borgan ayollarga could cost a little, 4 pound to'langan deyapti. Yo'q, ular o'zini yashash joyida 4 pound to'lanayotgan edi. Bu yerda esa ularga yuqoriroq narx to'lashgan. Keyingisi was essential if they wanted to escape life in English ethics. Ular deyapti, o'sha servant sifatida Angliyadan koloniyalarga borgan ayollar, ya'ni servantlar, xizmatkorlar, was essential, muhim bo'lishgan. If they wanted to escape life, agarda deyapti ular o'zining Angliyadagi hayotidan qochish judayam ularga muhim bo'lgan deyapti. Bunaqa gap kelgani yo'q. Was only possible if an agent had recruited them. Faqatgina o'sha was only possible, o'shalarda imkon bo'lgan, if an agent had recruited them. Getting to the colonies from England for the servants bo'lib kelgan insonlarda was only possible, imkoni bo'lgan, agarda agentlik had recruited them. Ularda agentliklar, if an agent had recruited them. Ularda agar agentlar nima chaqirsa, recruited ishga yo'llasa, agentlar chaqirishi mumkin bo'lgan xolos ularda yo'q. Ularda oddiy insonlar ham chaqirishga imkoniyati bo'lgan. Did not pose any financial problem. Hech qanday financial problemasi bo'lmagan ularda deyapti. Ya'ni getting to the colonies from England for servant bo'lib ketgan insonlarda hech qanday not pose any financial problems. Hop.
pose any financial problems. Xo'p, bundan keyingi any ko'rib turamiz. Agar bu tushmasa, buni tanlaymiz. Required a written invitation. Xo'p, ular deyapti, o'sha servant bo'lib borganlar talab qilgan, written invitation'ni talab qilgan from someone already here. U yerda oldin kimdir bo'lgan bo'lsa, ulardan bizga xat yozinglar deb ular talab qilgan deyapti. Yo'q, ularni o'zlari xat yozishgan. Buni ham chiqarib olamiz. Demak, D javobda bizda variant kelyapti. Pose. Pose degan so'zni yana bir bor ko'rib ketamiz. Pose. Pose. Bu yerda pose to cause something, especially problem or difficult. Biror narsaga sabab bo'lish, ayniqsa qiyinchilik yoki problemaga. To cause something, biror narsaga sabab bo'lish. Cause. Sabab ma'nosida ularda deyapti, didn't pose any financial problems. Hech qanaqa financial problema bo'lmagan. Getting to the colonies from England for the servants. Angliyaga Angliyadan koloniyalarga borgan servantlarda hech qanday didn't pose financial problemalarga sabab bo'lmagan deyapti. Rostdan ham hech qanaqa problemasi bo'lmagan financial tomonlama. Demak, shuni olsak bo'ladi. Xo'p, endi 3-comprehensionga o'tamiz. 3-savol. It is stated in the passage, stated ya'ni ta'kidlanyaptiki passageda, no man could get job as a servant in Australia. Avstraliyada hech qanaqa erkak could get jobs as a servant bo'lib ishlay olmagan deyapti. Bu haqida ma'lumot yo'q. Not given. Servants were in the great demand for the pioneers establishing new life. Yangi joylarda kashf qilish uchun, yangi joylarda nima qilish uchun, yashash uchun katta miqdorda kerak bo'lgan servantlar, katta miqdorda muhtojlik bo'lgan servantlarga, pionerslar uchun, yangi hayot boshlab ketish uchun deyapti va bu biroz bizga to'g'ri keladi. Va qolganlarni ham ko'rib qo'yamiz. Bu yerda aniq shu javob katta ehtimollik bilan to'g'ri kelyapti. Lekin men buni agar hozir olib turib pastdagilarni atkazib ko'rsam bo'lmaydi. Chunki qolganlarni ham ko'rish bizga yaxshiroq nima olib keladi. English homes were short of the servants as so many went overseas. Xo'p, English nimalari uylarida short of servants, servantlar kamayib qolgan, as so many went overseas. Xo'p, passage aytyaptiki, English nimalari uylari were short of the servants. Servantlar kam bo'lgan, chunki so many went overseas. Ko'plari overseaslarga ketgan deyapti. Bu joyda ham bizga alohida ta'kidlangani yo'q. Misol uchun, servantlar kamayib ketgan, o'qigan degani yo'q. Shuning uchun buni ham ola olmaymiz. Hop, da aytyapti, the pioneers who went to the colonies were all men. Hamma pionerslar, nima koloniyaga borgan pionerslar hammalari erkak bo'lgan deyapti. Bu haqida ham ma'lumot yo'q. Va bu menimcha u yerda erkakmi ayolmi bizga aytilmagan. Immigration from England, Angliyadan immigratsiya qilganlar Avstraliyaga 1849-yilda boshlangan. Yo'q, bizda 1849-yilda mana bitta qiz xat yozganligini aytyapti. Immigratsiya qachon boshlanganligi bizga aniq emas. Va biz 3 ta B javobni oldik. Va umumiy javoblarga e'tibor beradigan bo'lsak, C, D, B holatda bo'ldi. Va siz mana shu tekstni comprehension qismini ishlab, mana shu qismini choose the correct answer according to the passage. Bu sizni tushunchangizni oshirib beradi, ya'ni comprehensive tushunish qobiliyatingizni, tekstni o'qib, uni qanchalik tushunayotgan qobiliyatingizni sinab beradi. Va bu yerdan ikkita narsa o'rgandik. Bittasi comprehensive, bittasi lug'at va tekstni tarjima qilishlik bo'yicha sizlar bilan tushunchaga ega bo'ldik. Va mana oxirgisini, mutanosibligini, gap completion savol turini o'zingiz to'ldirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu savol turini qaydan olaman degan savol bo'lishi mumkin sizda.
Va buni siz mana shu tekst ichidagi so'zlardan bu yerga qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Tekst ichidagi so'zlardan. Hop, misol uchun birinchisi, a person with good qualification, yaxshi kvalifikatsiyasi bor inson is bound to, yaxshiroq bo'ladi, have a brighter, is bound to have a brighter, nimaga desa, nimadir, hozir keyingisini ham o'qilik, than someone without. Yaxshiroq ish imkoniyatlariga ega bo'ladi, prospektlarga, yaxshiroq ish prospektlariga ega bo'ladi, ishsiz insonlardan ko'ra, someone without, usiz insonlardan ko'ra. Demak, bu yerga prospektni olishingiz mumkin ekan. Shunaqa tarzda qolganlarni ham to'ldirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va bu tekstdan, passagedan, else kitobidan sizga umumiy nima olishingizni eslatib o'tamiz. Yana birinchisi, tekstni qanday qilib tarjima qilish uslublarini o'rganasiz. Ikkinchisi, yangi so'zlarni o'rganasiz. Uchinchisi, tekst ichidagi muhim grammatikalarni ham o'rgatib ketamiz. Va uchinchisi va to'rtinchisi comprehension qobiliyatingiz ham sekin hastalik bilan ko'tarilib boradi, agar bunday tekstlarni ko'p marotaba tarjima qilib o'rganib borsangiz. Xo'p, tekstdan foyda olgan bo'lsangiz biz xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.